Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, obunachilar, Charog'on hamda Farovon to'yxonasi kuzatuvchilari. Mana bugun noyabr oyining 2-sanasida siz bilan yana o'sha muhtasham Farovon to'yxonasida ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bugungi to'yimiz, Xudo xolasa, mana to'ychilarimiz tomonidan alohida e'tiborga olinib, buyurtma berildi. Bu bergan buyurtmalarga o'sha stollarni polnisi noldan hammasini tayyorlab berdik. Ko'rib turganingizdek, dasturxonda noz-ne'matlar hammasi yetarlicha qilingan. Chaqchuqlardan boshlab meva assortilari, мясной assortilar, tandir kefsilari, pirojnilari, mana sirni assorti ko'rib turganingizdek, mana bunaqa mayonezli salatlardan 2 xilidan, go'shtli salatlardan 1 xilidan hammasini muhayyo qilganmiz. Undan tashqari hozir mana qishki sezonga solyonniy assortilar hozir trendga chiqib boryapti. Solyonniy assortilarni ham qilib qo'yganmiz. Ko'rsatasiz. Xo'p, imonni hamma narsani qilib, ichimliklargacha terib qo'yganmiz. Albatta bu yerda o'sha qo'yilgan ichimliklar ikki yonga qo'yilgan bezagranchen, ya'ni xohlagancha miqdorda stolga olib chiqib bera olamiz. Xo'p, undan tashqari bu stolimizni bezatishda bizga yaqindan yordam bergan o'zimizni jamoamiz, Shahnoza Catering jamoasi hamda powerlar jamoasiga, ya'ni aka Muzrobga kattakon rahmat deymiz. Shahnozaxon, qiynalmadingizlarmi? Menimcha bu to'ychilarimiz ham ma'qul bo'ladi. Nasib Xudo xolasa. Bu hammasi xalqimiz uchun, xalqimizga yengillik qilish uchun hech qanaqa ovoragarchiliklarsiz, shunchaki ishonib topshirsalar, minimal xarajatga maksimal xizmat ko'rsatamiz. Albatta. Bu yerda hozir to'ychilarimizni spiskasiga dan tashqari yana bonusiga narsalar qilib berilgan. Bundan tashqari hozir 2 xil ovqatlarimiz dasturxonga tortiladi. Albatta, bunaqa yaxshi kunlaringizni, to'ylaringizni professionallarga ishonib topshiring. Shahnoza Catering hamda Charog'on Farovon to'yxonasi. Albatta, kimga shunaqa chiroyli, sifatli, arzon, hamyonbop xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Aytgancha, qiziqishingiz mumkin, bu narx qanchadan bo'ladi deb. Kishi boshiga 150 mingdan to'lov qildilar. Buni orasida ozgincha skidkasi ham bo'ldi. Qolgan har bitta o'sha nozik masalasi bo'yicha direktda yoki telefon raqamlarini qoldiramiz. O'shalar orqali albatta bafurja tushuntirib o'tamiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.